echedingiz uni? Uni Necha kunlik beruvdik o'sha bo'g'im og'rig'ingizga dorini? uni Birinchi bilan uchinchiligingizmi? birinchi bilan uchinchini o'sha chorshanbadan boshladim. Bittadan nimasida idishida beruvdingiz. Bir hafta bo'lmabdi hali. Bir hafta bo'lgan. Necha foizga og'riq to'xtadi? Og'riq aytaymi 70%, 80%. Boshida. Chunki aka biz tomirini topmoqlaja yozdikda. Siz oldin quruq obezboливающий dori olib yuravergansiz aka, necha yil qilmasdan operatsiya qildirar ekanman, tozimi. Biz davolovchi terapiya qilamiz. Hozir sizda aseptik nekroz 2-3 stepen ko'rsatdi. Hozir biz endi Xudoga shukr, bunga 4-etapini ham davolagan, 4-stepeni ham. To'liq yaxshilasa bo'ladi, faqat vaqt kerak. Hozir haliga yurganda, o'tgan hafta ham kelganimda, yurganimda og'riq vahshiy baydan ketguncha ham bo'ladi. Kecha bilaman, oqlanib qolasiz. Qani o'rningizda harakat qilingchi. Grip bo'lib qolmaydi dedim, yana shamollab qolibsiz. Yo'q, qandaydir nima bo'ldi? Aka vahshiy zo'r yurishingiz. Yurishim umuman Mashalloh, vahshiy zo'r bo'lib qolibdi. Mamlax qilib tashlayotdingiz, bilasizmi? Bir tomonga rostmana tashlayapti. Hozir o'shanga nimasi yaxshi. Holat zo'r. Endi hozir bu mola dinosida aka soldat bo'lib ketasiz. O'shanga hozir boshlayman buni. Telefon nomeringizni qo'ysa bo'ladimi videoga sizdan? Bo'ladi. Bir haftada yaxshi bo'lgan odamni. 94lik. 430. 38 50. Endi tuzalmagansiz, lekin og'rig'ingiz to'xtaganda sizni. To'xtadi. Surunkali qiynalib yurgan og'rig'ingiz.